Aeroportga kelishimiz bilan hozir doimiy bilan kartochka to'ldiramiz. Ya'ni bu kartochka yordamida ism, familiyangiz, qayerda qolishingizni kiritishingiz kerak. Pasport kontrolida bu narsani so'rashadi. Lekin bizani undan ham qiziqroq narsa kutib turuvdi. Hindistonda sarson bo'lishimiz davom etadi doimiy bilan. Hozir xullas qayergadir ketyapmiz. Mehmonxona topdik endi. Voy, u hamma shovqin mana shunaqa Hindiston. Xullas hozir mehmonxona topdik. Rikshalar hammasi taklif qilaman, munchaga olib boraman, bunaqa. Hozir nima qilishimizni o'zimiz ham bilmayapmiz. Menga o'chgan, kirmayapti. Hindiston kelishda bizani mehmonxonamiz yo'q edi, keyin topgan mehmonxonamizga rikshada ketdik. Hind ko'chalariga kirib qoldik. Doimiy bilan ketyapmiz. Hindiston shaharlari, eski shaharlar mehmonxona qidirishda davom etamiz. Tuzuv mehmonxona chiqmayapti. Hammasi bir g'alati sharoitlar. Hidi bor-da, ya'ni qanaqadir sassiq hidi bor mashinalar. Shu mashinalar emas, kichkina mashinalar haydashar ekan bular. Mana shunaqa. Sumishkalar bilan ketyapmiz. Rikshalar hamma joy. Bilmayman nimasi yoqmayapti doimiy. Hidi bor, qanaqadir yopish qolmayapti. Videoga olmadim endi. G'alati hidi. Ko'p kingsam qilsam. Yotmaydi, yonam bir o'tirib, ana eski mebellar ham eski. Qanaqadir xonada. 85-yilda, 85-yilda. Ana rikshalar. Riksha mana shunaqa bo'ladi. Hindlarda mana riksha mana shunaqa. Shunda yurib, aylanib yuribmiz-da. Kezib, yes. Ko'chalar shunaqa Hindistonda, ya'ni ichki mahalla, mana haqiqiy Hindiston. Hamma yoq daraxt, baland binolar. Kelgan kunimiz yarmi mehmonxona qidirish bilan o'tdi, chunki kelishimizdan oldin ataylab mehmonxona bron qilmagan edik. O'zimiz borib, ko'rib, tanlab olamiz degan edik, lekin sal qiyinroq bo'ldi. Ancha vaqtimiz mehmonxona qidirishga ketib qoldi va Hindiston ko'chalarini ko'rishingiz ham mumkin. Atrofda mana shunaqa kichkina uylar, past uylar, magazinchalar. Shunaqa ko'cha, rikshalar mana shunaqa. Biz yurimiz, nima deb baqib. Shunaqa qadrlaymiz o'zimizcha. Yo'l yurib, mol yurib, ham narxi arzon, ham sifati yaxshi bo'lgan har xil mehmonxonalarga ham kirib chiqdik va keyin oxiri topdik mana joylashdik, ikkitali xona oldik doimiy bilan. Masalan, qidirdik. Ko'zda yumilib ketadi, juda qorong'i ham tushdi. Bizda vaqt 5:31, Toshkentda yarim soat oldinroqda ekandek. Ko'rinadi, mayli, xullas topdik. Nech pul tushdi endi mana shu ikkita mehmon? O'zbekistonda 900 ming so'mga gaplashdi. O'zi bilasiz qancha deyapti? 900 ming. 4 mingdan kelishdi yangi ukajonlarim. Men o'zbekman dedim, qarang. 4 ming rupiya bilasiz qancha bo'ladi? Tak, voy. 4 ming rupiyalari bu bir kuniga 538 ming bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirsak 1,76 ming, 900 mingga nikah tushib qo'ydim. Shunaqa. Xullas 900 mingga tushdi, ikkitali mana shunaqa xona, hamma sharoiti. Xullas ko'p mehmonxonalar, remont eski, qanaqadir hammomlari ham juda yaxshimiz. Bularniki normal remontlari ham, mebellari ham. Hidi ham yo'q ekanda. Ko'pchilik joyda qanaqadir g'alati hid. Biz bo'ladi. 2 kunga oldik. Xullas doimiy bilan hozir biz Lotus Temple degan joyga keldik. Odam, o'chirdi, naryoqda yashab bir 500 metrmi, 400 metrlik navbat turimiz. Bilmadim. Hozir Lotus Temple degan joy rasmini chiqarib qo'ymish, joyga kirmoqchimiz. Tekin ekan, tekin bo'lsa ham shuncha odam. Doimiy bilan kirib oldik. Hatto bilmadim, yo'q odam. Ko'rinmayapti, odam shuncha ko'p. O'sha binoga ketamiz. Lotus binosi Lotus guliga atab qurilgan ekan. Tarixi bo'yicha to'g'rimi? Doimiy siz menga yana bitta fan fakt aytaman. Bu joyga shu darajada ko'p odam tashrif buyuradiki, o'zi ko'p ekan. Qaysi film donosidan ham ko'proq odam tashrif buyuradi. Biz ham hozir shuncha o'chirtadan o'tib, tekin eng qiziq kirish, hozir kelyapmiz. Yo'q, yana rasmiy video qolgan joyiga, lekin juda chiroyli bino. 10 yil davomida qurilgan ekan. Bir Erolli arxitekt qurgan ekan. 1984-yilda, 76-yil boshlanib 86-yil tugagan. 86-yil. 10 yil shu narsani qurish kerak. Oxiri yangi bo'lishga majbur bo'ldik. Lotusga kirish uchun shunaqa hozir turimiz, ya'ni o'chiribdi shuncha odam. Bu yerda tepada minora, nimagadir minora so'zi xayolimga o'tirib qolgan bino. O'chiribdi, mana hozir oyoq kiyimdan solib olib tepaga chiqamiz. Shunaqa ekan, oyoq kiyimdan ketish kerak ekan. Endi atrofni bilmayman qanchalik toza. Bu yog'i mayli qiziq emas. Xullas keldik. Lotus mana bu yoqda yonida havzasi bor ekan. Bu yoqda ham o'chirib ichkarida bilmayman qanaqadir muzeyga o'xshagan joyi bor ekan, uncha ko'rinmaydi baribir. Nu, arxitekturani yorib qo'yishgan ekan, tushunayapman. Oq marmardan qilingan. Shunaqa.
Odam. Mana doimiy. No video. Hamma joyda video olish mumkin emas ekan. Okey, o'chirmaymiz. No video bo'lsa ham binoni ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas bu bino relaksatsiya uchun joy ekan. Kirasiz, просто jim o'tirib ketishingiz kerak. Hech qanaqa duo qilish, nimadir sig'inish uchun emas, shunchaki relaksatsiya uchun, meditatsiya uchun jimlik binosi. Hamma odam shu yerda, hamma rasmga olgan. Xullas, orada bir kelib ketishga arziydi. Kirishga kelgan asosiy simoda kelsangiz, kirib meditatsiya qilib kelsangiz bo'ladi. Dehlida qorong'i bo'lgani uchun, qish bo'lgani uchun Dehlida ham qorong'i tushyapti. Soat deyarli 5:30 bo'ldi. Hozir valyuta konvertatsiya qilish uchun bankka turamiz. Western Union degan joy bor ekan, o'sha yoqqa ketyapmiz. Doimiy bilan bozor ketma-ketda hammasi bozor do'konda. Ular shunaqa do'konlarning tepasida valyuta modellaydigan joylar bor ekan, ya'ni obmen qilib dollaringizni olib borasiz va u dollarni indiyskiy o'sha hind rupiyasiga almashtirib olsangiz bo'lar ekan. Xullas, hozir pulimiz maydaladik. Mana Money Exchanger degan joy bor. Endi banklardan maydalasanglar ham bo'ladi. U komissiya kattaroq qolishi mumkin. Ko'rdinglar, mana pulimizni maydaladik. 100 dollarni 9,000 rupiya bo'ldi. 100 dollarimiz 9,000 rupiya. Mana shunaqa gaplar doimiy bilan oxiri topdik. O'xshadi. Pul ko'p. Qancha kerak? Pul raqamini qilma. Yaxshi, boyib ketdik Hindistonda. Xullas kalom izlab doimiy bilan mana Indiyaga keldik. O'sha mashhur arkasi Delhi, New Delhi shahrida. Tipa Britaniya imperiyasi paytida qurilgan bu doimiy. Men to'q qo'layman. Istoriyani ko'raylik. Mumbayda shunaqa edi. Mumbayda shunaqa edi. Xullas ko'pgina binolar albatta Britaniya imperiyasi paytida qurilgan, bosib olingan ekan mana. Parijda ham xuddi shunaqa ark binosi bor edi, arka. Eyfelga yaqin, xuddi o'shanga o'xshab ketadi. No, juda ko'p odam, turistlar ko'p, bu odam ko'p, shuncha odam rasmga tushish bilan ovora. Ma'lumot qidiramiz. Ma'lumot qidiryapsiz, okey. A few moments later. Joylashgan ulkan ark. U Birinchi jahon urushi va 1919-yilgi Afg'oniston urushida halok bo'lgan hind askarlariga bag'ishlanib pul boshini suydi. Xudo gapiraman. Bo'ldi, rahmat. ChatGPTga rahmat, doimiy bilib oldik. Oxirida bizlar hindcha restoranga keldik, to'g'rimi doimiy? Qo'shin katta ekan. Biryani aytdingizmi? Men chicken biryani aytdim, lekin cho'ta chicken ko'rmayapti. Indiyskiy oshda, indiyskiy osh, indiyskiy non, piyoz, shashli, sho'rva, tovuq sho'rva, mana shunaqa. Hech bo'lyapti shu stol hammasi. Nima, tekin 10 dollar topdi bu. 10 dollar topdi, shuncha narsa yashayapti. Misol uchun qimmat. Endi biz qidirib topasizga qimmat joy keldi-ku. Nega har holda yaxshi ovqat fast-fooddan ko'ra shunaqa gaplar. Hind ko'chalarida yurish har qatda qiyin. Hamma joy probka, mashina, mana o'zinglar ham ko'rishingiz mumkin. Otdi. Ana urvardi, ana. Yaxshi, ehtiyot bo'ling, odam. Sizning kandil bo'lsa yaxshi. Kandil, yaxshi. Yurishi deyarli iloji yo'q, yetayotganda mana urib oldi doimiy ham yelkalarini. Yo'q, kunga mashq. Nima qilamiz? Haqqa o'tamiz. Ketamiz haqqada. Oppa. Yuring. Xitoyda tovarlar. Hindistonda tovarlar arzonligini mana olib bitta bozorlar qilib 100 ming so'mga bozorda ikkita banana, ichimlikda choy oldim va doimiy ham puldirib oldim. Nech pul bo'ldi? Mana shu bozorligingiz bitta to'la 700 rupiy bo'ldi. 95 ming so'mda. 95 ming so'mga shuncha narsa, meva cheri, Lays ham qo'shdi, ikkitasi tekinmi почти. Agar shu uchalasi ham skidkada tushdi-da. Banan, apelsin hammasi bor. 95 ming so'mga bunaqa bozor qilsa bo'larmi? O'zbekistonda umuman iloji yo'q. Iloji yo'q. Qiyin. 300 minglik bo'lib ketadi shu taqdirda. Shunaqa, mana shunaqa katta supermarketlar bor. To'ldirib olib ketaverasiz. Chiz olasizmi? Okey. To'g'ri, Hindistonda narxlar arzondir, lekin havo juda yomon. Ayniqsa qishda Delhiga kelsangiz, havo sovuq, qo'shimchasiga smog aralash bo'ladi. Shunaqa havoda biz Agraga Toj Mahalni ko'rgani ham bordim. To'g'risi, Toj Mahalda syomka qilish mumkin emas ekan, lekin bir amallab bo'lsa ham shu videolarni olishga harakat qildim. Toj Mahal chiroyli, odam ko'proq, lekin qishda kelsangiz tuman tufayli Toj Mahal yaxshi ko'rinmas ekan.
qizig'i Hindistonda musulmonlar mahallasi bor ekan, aynan musulmonlar yashagan joy, shu joyga kirib qoldik. Mahallada ovqat pishiradigan joylar, har xil do'konlar bor ekan. गाड़ी उड़ी लेती तो काम Undan ham qizig'i bu mahallada mol go'shti bemalol sotilar ekan va mol go'shtidan mana shashlik ham tayyorlashar ekan. Yeb ko'rdik. Mazali. Bu esa mol go'shti sotiladigan qassobxonalar. Ha, Hindistonda mol go'shti yo'q deb o'yladim, lekin aynan musulmon mahallalarning o'zida ajratilgan joylarda mana shunaqa mol go'shtlar sotishar ekan va musulmon bo'lgan hindlar bu mol go'shtini bemalol yeyishadi. Короче, ovqatlanuvdik. 829 rupiy bo'ldi. Naqd pulimiz yo'q. Bularni terminallari viza kartani olmas ekan. Hozir biz bankomatga bordik. Pul ham yetishdi doimiy, to'g'rimi? Doimiy pul yechdingizmi? O'xshamadimi? Xullas, naqd qolaveringlar, balki Hindistonga kelib qolsanglar, chunki o'zligini terminallari vizani yechmaydi. To'lashga qiynalasizlar. Mabodo naqd pulli bo'lmasa hozir mana turimiz oshxonada shuncha sarson bo'layapti. O'zi naqd pul bor edi, просто tugagan, chunki ertaga boshqa davlatga uchib ketamiz. Maydalab o'tirib kelmadi. Lekin mana hozir mana shu restoranga kirdik, ovqatlandik. Pul kerak bo'lib qoldi. To'ladik, lekin yetishmadi anaqa terminalda vizani. Endi hozir ketishdi mana haqqadir yechgani. Doimiy mana zerikganidan hali ham to'la olmayapmiz. Marojna bor. Shu go'zalagan bor. Bunaqa o'tirimiz dam olib, nima? Qochib ketsak bo'lmaydimi? Qochib ketaylik. To'lanasdan qochib ketaylik. $9 chiqqan. Shunda bir 829 rupiy, $9. Eng qizig'i bugun oxirgi grefda edi. Shu grefda bo'lgan paytlar shunaqa bo'ladi. Tavba. Yaxshi va xohlamagan ekan. Men grefda bo'lgan paytda shunday to'lanadi, bilasizmi? Shunaqa, tekinga berib yuborsin o'zligi hozir bu, to'g'ri? Tekinga berib yuborsin. Mehmonmiz, Biz shunaqa biz tekinga berib yuboramiz. Ati $9 ekan bu. Nima? Marojna yeyapsiz o'sha. Goddamn. Mumbai, Hindistonning bu ikkinchi eng katta shahar. Asosan bu shaharda boylar, aktyorlar, juda ko'plab mashhur odamlar yashaydi va atigi menda 10 soat vaqt bo'lganligi uchun tranzit paytida shu shaharga ertalab kirib chiqdim va birinchi borgan joyim Shohruxxonning uyi bo'ldi. Xullas, hozir metroning programmasini sketchat qoldirdim. Qaranglar, metroning kirishini o'zi shunchalik katta ekan, Mumbai metrosi. Bir parkovkada yurganga o'xshayapman. Bu yoqdan kirish, bu yoq qismidan kirish katta marmar bilan bezatilgan ekan, ko'p marmar bilan katta deb uyqum kelyapti to'g'risi. Tepadan tushib keldim liftdan. Bu yoq esa metro. Xullas, Mumbai metrolari mana shunaqa ko'rinishda. Bunaqa yomon sharoitda emas, hamma joy oynalar qoplangan. Bu yoq metroga chiqish joyi, tushish. Mana shunaqa oyna ortidan metro o'tadi. Stansiyalar hammasi shunaqada. Chiroyli bo'lmasa ham uni xavfsizlik taraflama zo'r qilishgan metrolarni. O'sha mashhur hind aktyorining uyi, Shohruxxon uyiga keldim. Bu joyda mana shu mahallada, mana shu uyda turar ekan, oq uyda, ya'ni Manat Landsat degan uy aynan shu villa uniki va mana shu villa 6 etajga ega ekan. Eng qiziq, ya'ni 6 ta etaji bor. O'zining ichida shaxsiy kutubxonami, zal, kinoteatrlarigacha bor ekan va Shohruxxon mana shu uyni 2001-yil $24 million oshiq summaga sotib olgan. Undan ham qimmat bo'lishi mumkin. Moganda tug'ilgan kunida Shohruxxon uyi tomidan chiqib, muxlislarga salom yo'llaydi. Bitta narsa aytaymi, Shohruxxon ham bir zo'r joydan uy olgan ekan. Kep mana shu dengiz bo'yidan uy oladimi? Shahar ichkarisidan deysanmi? Lekin zo'r ekan lokatsiyasi. Qaranglar, mana shu toshli joylardan o'taman. Bu yoqda orqada qoldi Shohruxxonga. Bu yog'i dengiz, o'rtada ko'priklar qurishayotgan ekan, o'rtada bino deb o'ylashingiz mumkin. Narsalar turibdi dengiz o'rtasida. Bu yog'i toshli qismlari